Bu niqobimizni tayyorlash uchun bir choy qoshiqda dro'jja solamiz, xamirturush. Keyin bir choy qoshiqda ichimlik sodasini solamiz. Keyin bitta choy qoshiqda manniy kurpa solamiz. Mana bir choy qoshiqchada manniy kurpa solamiz. Keyin bu hamma masalani ozgina suv solib aralashtiramiz. Tayyor masalliqqa ozgina suv solamiz. Va uni aralashtiramiz. Quyuqroq holatga, massaga kelguncha. Keyin bu niqobimizni yuzimizga surtamiz. Niqobimiz tayyor. Buni yuzga surtamiz 5 daqiqa davomida. Keyin bo'lsa yuvib tashlaymiz. Bu niqob yuzni oqartirish uchun ishlatiladi.